Assalomu alaykum, hurmatli fermer akalar. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumani Komil cho'liga keldik bugun. Ukamizga bug'doyga berganmiz, paxtalariga ham mana o'zlariga beramiz o'z navbatida. Assalomu alaykum akalar, tushuningizlar. Mujohid rahbarlari. Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Saxovatli Voqejon brigad fermer xo'jaligining rahbariman. Ismim Bekzod G'ofurov G'ofuyevich. O'z bo'ygan mahsulotni olib kelib turib bug'doylarimizga ishlatganimizda hosildorligi ham, avji ham hammasi zo'r. Qop-qorayib juda ham effekti yaxshi bo'ldi. Hozirgi holatda, hozirgi kunda bug'doylarimiz pishdi. Olib ko'rganimizda bug'doylarning donlari juda ham irik bo'lishgan, juda ham chiroyli. Bunaqangi yilni ko'rganimiz yo'q edi. Juda ham yaxshi. Effektlari yaxshi bo'lgan, yaxshi bo'lyapti. Paxtaga ham ishlatamiz deb yana shartnoma asosida oldik. Paxtaga ham mana ikkinchi marta sepyapmiz mana. Har oralatib 10 kunda sepdik. Ikkinchisini sepganmiz. Bugun uchinchisini sepamiz. Xohlasan. Paxtalarimizning holati juda ham yaxshi. Holati mana shanalagan, o'sha oldi gulga kelgan. Paxtalarimizning holati juda ham zo'r, ideal holatda. O'zimiz ko'rib juda xursand bo'ldik. Akamizga o'z minnatdorimizni bildirdik. Paxta bu yerda juda bunaqa bo'lmasdi. O'zim hayron qolganimdan, xursand bo'lib ketganimdan akamni chaqirtirdim, mana ko'rishdi. O'zlariga rahmat aytaman. Paxtamiz juda ham yaxshi. Endi ikkinchisini, uchinchisini bugun sepsak, shomda, kechki salqinda. Uchinchisini yana bir ko'rsatamiz sizlarga. Hozir 2 marta sepib, 10 kun oralab sepganimizda holati shu darajaga keldi. O'sishi, rivojlanishi, oziqa olishi juda ham zo'r. Holati, bo'ylari ham iltimos qildim. Mana uchinchisini bugun xudo xolasa sepaman, yana 10 kun, 15 kundan keyin yana bitta xudo xolasa sepib qilamiz. Xudo xolasa. Bug'doylar yaxshi, boshoqlari. Zo'r. Donini ko'rdingizmi endi ochiradi? Yildagiga nisbatan navdi bir xil ekanlarmi? Yildagiga nisbatan juda ham to'lishgan. Juda ham nimasi zo'r. Bo'ylari ham, holati ham, boshoqlarini ham ko'rganimizda bug'doylar juda ham yaltirab, juda chiroyli bug'doy bo'ldi. Xudo xolasa xirmonda yana bir qilamiz. Xudo xolasa o'rin paytida ham yana bir O'z o'rimga yaqinlashib qoldik. O'rin paytda xudo xolasa yana ko'rib, holatini yana bir ko'ramiz yana. Avvalo rahmat aka sizga. Shunchalik Alloh baraka bersin, bundan-da ziyodasi bilan qilib bersin Alloh. Avvalambor Xudo, biz sababchimiz xolos. Mana paxtalarimiz akalar, paxtalar gullashga kelgan. Holatlari, bo'y bastlari, svetlari juda ham bir boshqacha bir chiroyli kulib turibdi paxtalarimiz. Salomat bo'linglar. O'z minnatdorchiligimizni bildiryapmiz. Avvalo aka rahmat sizlarga, shunchalik olib kelib o'zlaringiz yetkazib berganlaringizga. Juda ham yaxshi, effekti zo'r aka. Bunaqangi har yili bunaqa bo'lmasdi aka. Yil ko'rib, 2 marta ishlatib ko'rdik, o'zimiz ham sezib qoldik. Rivojlanish juda ham tez. Oziqani benihoyatda yaxshi berar ekan, o'zi bergan mahsulotni. Bu yerga nima solgansiz yil davomida mana paxta ekishdan? Yil davomida amopos bilan 200 kg amopos bilan ekilgan aka. 200 kg amopos bilan ekilgan. Keyin 180 kg machavina berildi. 180 kg machavina berildi. Boshqa hech narsa berilgan. Bizda o'zbekiston mahsulotimizdan 10 kun oralatib 2 marta berildi. O'shanga o'zimizdan xursand bo'lib, ishqoz bo'lib, yana o'zimizdan chaqirtirdik, yana uchinchisini xudo xolasa bugun kechki salqinda sepamiz. Xudo xolasa. Effekti zo'r, ma'qul. Xudo xolasa endi hosildorligini pishganda yana bir ko'ramiz. Rahmat aka sizga. Alloh barakasini bersin. Mana paxtalarimizning holati, fermer akalar gullabdi mana. Guliga mana guli. O'zi gullashga kelibdi paxta. Qani yana. Mana paxta yana bunisi ham mana gullashga kelgan paxtaning holati. Paxtaning balandligi ham shu 50 bor-ku. Bor. Shonalari ham juda ko'p. Shonasi ham ko'p. Mana paxtalar shu gullagan akalar mana. Buni ikkita shonasi bor ekan mana shunday. Paxtaning holati juda zo'r.